أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها للتنبيه. Yani bir agahlandırış gerek olup qalaya bu bolsunmu? Aşında na ahli bedbaxtlarni do'st qilish bir ahvol bor. O'g'ani kim bunaga diqqat qil, agah bo'l, degan bir tanbih berish kerak bo'lib qolmaydi. Shuni ha deb meda agahlantiryapti. Ha litanbih dedi. Va antum mubtada va ulai xabaruhu. Ha sizlar mushular ya shular degandek-a. Ularni so'ysizlar, sizlarni so'ymaydi. Ma'noga diqqat qil demoqchi. Ay antum ula'il khati'una fi muwalati munafiqi ahli kitab. Ahli kitab munafiqlarni do'st tutishda xatolashganlar mana sizlar ashular degandek. Demak, ashularni do'st tutishda xatolik bo'lg'achda ogohlantirishdan iboratdir. Tuhibbunahum va la yuhibbunakum. Sizlar ularga amroq, ular sizlarga amroq emas. Sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar, lekin ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Bayanun li xatoihim fi muwalatihim. Bumi ashu mu'minlarningki munofiqlarni do'st tutishning xatoligini bayon qilib berishdan iborat. Haythu yabzuluna mahabbatahum li ahli al-baghdha. Uch kishilarga muhabbat izhor qilyapti. Aw ulai mawsulun silatuhu tuhibbunahum. Yakan i'rabi jihatda baytidek ularni xabari demay, ulayga alladina manista deb turib, mavsul deb turib, buning silasi tuhibbunhum. Alladina tuhibbunahum degandek-a. Manda i'rab qism bo'ldi deydi. Wal wawu fi wa tu'minuna bil kitabi kullih. Mishalki waw va tu'minun degandek-a. Lil hal. Halbuki sizlar kitobning hammasiga ishonisizlar. Hozir o'sha kitobni deydi, al-misha jins deyish mumkin, ma'hud deyish mumkin hozir, ha? Mishalki vav lil hal. Halbuki sizlar mushunda ahvolda kitobning hammaga ishonadigan, hech birini rad qilib o'tmaydigan, mana ishimiz, mana ishonmaymiz deb shalib o'tmaydigan mushunda ahvolda. Wa intisabuha min la yuhibbunakum. Ham bu halvonikin la yuhibbunakum degan mushu jumladan halvonikin في محل نصب وكتري وتؤمنون بالكتاب كله دي جملة في محل نصب حال دي. أي لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم كله وهم مع ذلك يبغضونكم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم. يعني بدون تفسيره ular sizlarni yoqtirmaydi. Halbuki sizlar ularning kitoblarining hamma ishini sizlar. Shunda turug'liq ular sizlarga o'ch deydi. Fama balkum undaq bo'lsa, nima uchun sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar? Halbuki ular sizlarning kitobinglarga hech nimaga ishonmaydi. Sizlar uning kitobining hammasiga ishonasizlar. Ular sizlarning kitobinglarning hech nimasiga ishonmaydi demakchi. Va fihi tawbihun shadidun li'annahum fi batilihim aslabu minkum fi haqqikum. Mushayatdan da qattiq bir kayish bor edi. Ya'ni mu'minlarga kayotlar. Chunki ashu munofiqlar sizlarga nisbatan, yani sizlardan mazmunroq turug'liq. Yani ular mavqaga ketkizib qo'ymanglar. Sizlarning kitobinglar manchiraki ma'qul, bizga ishonib qo'ylar. Ma'qul deb bildigan gap yo'q. Ular hech kimga ishonmay turoldi, sizlar uning kitobiga ishonayotsizlar. Bunda ahvolda. Yani shu batilmisdan chim turadi, sizlardan chinoq bo'lgandek. Unda o'nikin siz nima uchun yaxshi ko'rasizlar ularni? Ham suhbat olasizlar, og'in tutasizlar, sirdosh qilib olasizlar. Bunda qilmanglar. Vaqila al-kitabul jins. Mana tafsir qilinadi. Sharki al-kitab degandan jinsil kitob maqsad. Ya'ni Alloh tushirgan kitob bo'lsa, ishini istayman. Yoki ma'hud desak bo'ldi. Va tu'minuna bil kitob kulli Qur'onning hamma ishini istaydi. Lekin ahli kitob badbaxtlikcha ishonmaydi. Yoki ba'zi o'zining mushkulga qolaylik shuni afa tu'minuna bi ba'd al-kitab va takfuruna bi ba'd degandek. Bo'lmasa ko'pincha ishonmaydi. وتؤمنون بالكتاب كله ديانو تعريض وا اولا muhammadga ishonmaydi. Ana o'shada muvalatihim dediga bayon li xatoim fi muvalatihim. Muvalat degandan o'shada maqsad nima?
Bu adetken da bir dost muhabbetlik işleri. Bu dinga ziyan urupduğun Müslümanlar gibi ziyan urupduğun bundan da o mualaqlab bunun sebebi tepkisi buldu tükeşti deyin gapimni. Bu şulardan. Lekin normaldan da ağındachilik, o'tirib qo'pash bunda ishlarda bunda aralashib o'tib, kufrga yetmagan darajada aralashish shuning qarta kayish uradi. Lekin kufrga yetib qoldi, aralashib qolsa, bunda uni kayish yurish hojasiz sen ash ko'ribdin deyotgan. Munofiqlik qilmayaptimi? Ya shu munofiqlarni do'stlikqa qartilar. Musulmonlarga da'vat lazım aslında. Mu'minlarga da'vatdi. Lekin sizlar mu'min bo'lgan ekan, kitobga to'liq ishongan ekan, shu ahli kitobning munofiqlaridan do'st tutmanglar. Chunki ahli kitobning munofiqlari shu qasdillah musulmonlar ziyon uchun sirtqi ko'rinsa men musulmon bo'ldim deb musulmonning ba'zida o'tirib qo'pash orqali musulmonlar ziyon bo'lmoqchi. Maqsad shu. Umuman qilmadim. Ya bizdan da umum ma'sulan shu chaqda ahli kitobning munofiqlari qarta shunda do'st tutmanglar deb tushgan. Biz hozir aslında nimadan kelgan munofiq bo'lsin unda. Munofiqlar bo'ldi ekan, uni do'st tutsak bo'lmaydi. Endi misol do'stisini aslında nima qo'ydik? Muvalar yanımda şu resmi şularning sipini tutib bunday qilsa bu zadamda dindan chiqib ketgan yer ko'rib qoladi. Taqadamda bu yerlik muvalar degan ay do'st ag'inolab voy deb shunda billa o'tishning gapi ma. O'tmanglar demoqchi. Va idza laqukum qalu amanna. Bu munofiqningki ahvoli nima esa sizlar uchirgan chaqda voy biz iymon etdik, biz musulmon deb musulmondachilikni izhor qiladi. Munofiqlik qilib izhor qildi kalimat tavhidni. Va idza khalau o'zi xali qilib qolgan vaqtlarda, sizlar yo'q chaqlarda, sizlardan ayrilgan vaqtida faraqukum aw khala ba'duhum li ba'din yoki bir-biri bilan xali qilib qolgan chaqda, sura Baqaraga boshda o'tgan oyatdimi shuna keldi-ku, khalau ila shayatin. Wa idza khalau addu alaykumul anamila min al-ghayb. Achchig'dan tishlarini g'uchirlatgan deganda, ay barmoqni tishiga apla bulu mundan uxlamin bir buni so'qsa qoldi deb bunda qo'lni tishlab qoldi dedi. Yusaful mu'tadu wan nadibu bi'add al-anamili wal banan wal ibham. Odatda ma'rif uslubida qattiq achchiq kelganimni barmoqni tishildi, bosh barmoqni tishildi masalan. Deb bunda sifatlanadi deydi. Biz ham tishini g'uchirlatdi deymiz-ku. Şunu o'xshash. Lekin bayla qattiq kelsa qo'lni tishlaydi. Mu'tad va nad. Mu'tad ya shunda qattiq achchiq kelgan. Nadini ham pishmoq kelgan. Anamil degan shu. Asobiy xodimlar. Yuginlari deyin. Barmoqlarning uchlari. Masalan, barmoq va butun. Buning uch tarafi anamil deymiz. Barmoq uch tarafi. Tishlaganda ham yagichi og'zida tishlamaydi. Tishlaydi. Yani atraful asabi deymiz. Önemli diye atraful asabi. Barmaklarning uch tarafi. İbham diyen baş barmak. Ama banan diyen barmak. Vadribu minhum kulla banan. Kul mutu bi gayzikum. Aytdinki aşa hasratingda achchig'ingda o'lisha degan deydi. Aytdinki achchig'ingda o'lisha. Du'an alayhim bi an yazdada ghayduhum hatta yahliku bihi. Mutu g'aydikum deganni duo debdi. Ularning achchig'i texmi eshib teshib, oxiri halok bo'lsin degan ekan. Wal muradu bi ziyadatil ghaydi ziyadatu ma yaghiduhum min quwwatil islam. Bu yerda ularning achchig'ining eshib ketishidan maqsad nima esa islomning sha'ni texmi ko'tarilib, texmi kuchlanib ketganda ular texmi chidamay achchig'ida qolishsinami? Navonki shunda bo'lashgan İslam texmi gullansin, sen texmi chidamay qolgan degan tariqada demoqchi. Duosi kim tarafdan qilingan? Hozir endi Payg'ambar alayhisolamga buyuryapti. Bular deganda. Xuddi hamda halok bo'lib ketgaysizlar. Achchig'inglarda chidayolmay, achchig'ingni eshiverib, islom texmi gullanib ketib, halok bo'lib ketgaysizlar degandek bir duo debdi. Lekin duo demasakmi, ashularga til jihatdan zarb berish desakmi? Jahidul kuffar wal munafiqin degan munafiqlarni bi ig'ladil qawl wal kuffar bis sayf. Lekin bu munafiqlarning dekkisini verib, zarb berib turish shu nimada gap to'g'risimi, so'qab turish iborat. Lekin hozir duo demasakmi, ashularga bi ig'ladil qawl qilish orqali mujohada qilish desak, chiqni keltirish. Ha, xuddi chidamasang o'lib ol.
laziya degandek bir so'z. Yoki ma'rif ishrab min al-bahr deb qo'ydi. Denizden işi oldu. Laziya deganda biz bunu şakratni isteydik nima. Wal murad bi ziyadatil ghayd ziyadatu ma yughiduhum min quwwatil islami wa izz ahlihi. Diyor İslamiyet kuchayib, musulmonlar shunda izzat, karomatda, shunda holatda bo'lsa, ular taqmi chidamaydi. Wa ma lahum fi zalika min ad-dulli wal khizy. Bunda ahvol bo'lsa, munofiqlar qanday ahvol qildi? Intayn kharzabun tasallut qildi. Va ma yusibuhum fi tilka al-ahwali min ad-dull wal-khizy. Inna Alloha alimun bi zati sudur, fa huwa ya'lamu ma fi sudur al-munafiqina min al-hanaqi wal-baghda. Baghda degan uchmanlik, hanq degan achchig'ini ichiga patramay beram bo'lib ketgan. Bo'g'ilib ketish. وما يكون منهم في حال خلو بعضهم ببعض. Yani demek çoğuna münafıklarınki konulardaki aşında üçmellik, çıdımaslık, adavet numaralarını mı bilip durdu Allah Teala. Yani üzere kali kapkağın çağda değişken numaralarını mı bilip durdu. Ve huve dâhilun fi cümletil mekul. Muşu cümlede innallahu alimun bidâti suddur digine kul dediğe kul mutu bi gaydikum. Ma tafsirga asasen Resulullah'a mutu bi gaydikum innallahu alimun bidâti sudur degandek. Deydigan sözün içinde mi şu? Deyişki buyurulgan sözün içinde. Ma tafsirga asasen ay akhbirhum bima yusirrunahu min addihim al-anamil gaydan idâ khalav. Yani ulağa Müslümanlığı izler qilmay, Müslüman kömgeyede barmaqlarını açıqdı tishlab qalgan, özara xali tuğan çağda deyishgan nimalarini deb bergan. Ve kullahum yani ulağı deyin ki innalloha alimun bima huwa akhfa mimma tusirrunahu baynakum. Sizlar o'zaro maxfi qilishgan hamma ishdan va uningdan bakrak maxfi bo'lgan narsadanmi xabardor degan deydi. Wa huwa mudmaratus sudur. O uningdan bakrak maxfi bo'lgan narsami? Ko'ngilga pukilgan narsalar, ko'ngilda yoshiringan narsalar deymiz. Mudmaratga. Ko'ngilda saqlagan narsalar, yoshiringan narsalar. Buni mi biladi? Fala tadunnu anna shay'an min asrarikum yakhfa alayhi. Ko'ngildikini bilgandan keyin shunga sizlar bizning ba'zi ishlarimizni Allohdan uqmay qoldi deb o'ylab ham xiyol qilmanglar. Yoki ikkinchi tafsirda hamda mutu bi g'aydikum degan deb gap tugadi. Tugan ekan Alloh taolo ayrim innalloha alimun bidati sur da'vat demoqchi. Kharijun anil maqul deydi. Ay kullahum zalika ya Muhammad va la tata'ajjab min itla'i iyyaka ala ma yusrun. Yani aşularning o'zaro maxfiy qilishgan narsani sana deb berishimdan, ma'lum qilib berishimdan, kutirib qo'yishimdan hayron qolmagan. Chunki men u o'zaro deyishgan, maxfiy deyishgan narsa emas, uningdan bakrak maxfiy bo'lgan ko'ngillarda fikilgan, o'ylagan narsani bilaman. Va huwa ma admaruhu fi sudurihim. 120 oyat in tamsaskum hasanatun tasuhum. Ash munafiqlar ahvolini mana shuni bayon qilyapti. Xuddan la ya'lunakum khabala va duman deganga o'xshash in tamsaskum hasanatun tasuhum. Sizga foydalab qolsa, ular beram bo'ldi. Bu hasana nimamda sizga kelib qolgan? Raha, farovonlik, bayashatlik bo'lsin, va xasb, mulkchilik, va g'anima va nusra. Yoki mushriklar jang qilib, siz g'alaba qozonib, g'animat olsangiz Badrda nima qildi-ku? Aynan qilsanglar, bu beram bo'ldi. Yoki hamma shunda ittifoq, obdan holat tutsanglar, bu beram bo'ldi. Tasuhum tahzunuhum isabatuha. Ashunda bir yaxshilikning sizlarga kelganligi ularni ishini pishirib qo'ydi. Va in tusibkum sayyi'atun navada sizlarning bashingizga bir yomon ish kelib qolsa, addadma zakarna biz yuqirgan so'zlarningki ta'tiri qarshi ahvol masalan raxa'un va xisbun va g'animatun va nusra deganda jangda yengilib ketish yoki qahatchilik yoki shunda bir ahvol bo'lib qolsa wal masu musta'aru min al-isaba. Demak, beshir kirishdan isti'ara qilib masdab unda o'z binas tegsa degandek, beshir kunchisa degandek bunda ishlatishadi. فكأن المعنى واحد. خدامda bu yerda ikki ma'no o'xshashdek. Xudamda mas'ullar isoba o'xshashdikdan bir-birining o'rnida keladi deydi. Masalan, Alloh taolaning in tusibka hasanatun tasuhum va in tusibka musibatun yaquluha. Masalan, bu oyatda tusibka tamsashkumning o'rnida unda keldi. Demak, mushlar bir-birining o'rnida keldi ahvoli bor edi. Ma'no o'xshash. Yafrahu biha. Demak, sizlarning bashingizga bir yomonlik kelib qolsa, ziyon ushirsanlar
aşı ziyade yamanlık bilan xushal bo'lib ketdi. Bu nim deyilib bo'ldi. Demak, bularning sizga qarshi adovati nati chekiga yetgan degan. Bo'lmasam birlaringiz 5 kun gap qilsa, boshqa dushman bo'lmagan bir odam unda xushal ketish, bu odat adamgarchilikmi, ulkanmalashlarmi? Bu qattiq dushman bo'lg'achqa, shu xushal bo'lib ketadi deb. Va in tasbiru, agar siz sabr qilib, chidab, shuning dushmanlik qilganiga chidasanglar, va tattaqu, taqodarlik qilsangiz desak bo'ladi. Yoki ashulardan do'st birodar og'ayni tutishni biz cheklagan to'q, shuningga rioya qilib, shunday do'st tutishdan saqlansanglar demoqchi ekan. Ma nuhitum anhu min muwalatihim demoqchi. Aw yoki bunday desak, va in tasbiru ala takalifid din va mashaqi. Diniy faoliyatlarni ado qilishda ancha-muncha mashaqqat, jafoni bo'ladi. Shunga chidasanglar, va tattaqu Alloha fi ijtinabikum maharimahu. Allah Taala cheklagan, harom qilgan narsalarni qilmay, shundan yiroq turishda Alloh taologa taqvodorlik ko'rsatsanglar, la yadurrukum kayduhum shay'a. Ularning qilgan suiqastlari, hilmiklari sizlarga ziyon urmaydi. Kayduhum ya'ni makruhum demakchi. Va kuntum fi kanafillah. Sizlar Alloh taolaning qo'g'dishi, muhofazati ostida bo'lisizlar. Va hada ta'limun minalloh. Bu hozir Allah Taala mu'minlarga ta'lim, tarbiya qilib, tarbiyalashga iborat edi. Va irshadun ila anna, ya'ni yo'l ko'rsatdi. Nimaga? Ila an yusta'ana ala kaydil adu bis sabr va taqvo. Mu'minlarni Alloh Taala tarbiyalasi hozir. Dushmanga taqobil turishda, dushmanning hiyla-mikrlariga qarata sizlar sabr bilan, taqvodorlik bilan taqobil turishingiz kerak demoqchi. Va qala al-hukama, yani danishmanlar, hukmalarning debdi, إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك. Kabt degan yo'qotish, bitchitlash degandek ma'nolarni bildirdi. Qur'on Karimda kubitu kama kubitalladina min qablikum degandek, ya'ni sana hasad qilgan birisini tarmar qilay deb qolsang, bitchit qilay deb qolsang, bitaraf qilay deb qolsang, fazdad fadlan fi nafsik. Sen o'z doirangda texim shu fazilat ko'p. O'zingni texim fazilat qil. Fazilatda texim o'zingni mukammallashtirsan, u hamda hasad qilib, chidamay o'zingni qilib ketadi. Fannaru ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu. O'tma kuydirgan narsa bo'lmasa, o'zini yeydi. Danishmanlar unda birimda tarbiya qilgan so'zlar ekan. La yadirkum Makki va Basri va Nafi' Makki qarilari, Basri qarilari, yana Nafi' bular la yadirkum deb yadirkum. Yadirkum bikasri dadi va jazmir ra. Bu qarilar la yadirkum deb qiraat qildi dedi. Bu so'z nimadan kelib chiqqansa darahu yatiruhu bi ma'na darrahu. Yani ziyonu degan ma'noda. Va vodih inaqa. Wal mushkilu endi bu yerda tushunilmay qoldigan narsa nima? Hozir maqraat iniqqanda tushunish bo'ldi. Bu nimadan kelib chiqqansa darahu yatiruhu. Buni ziyonu singa. Bu iniq dedi. Endi bu yerda iniqolmagan, tushuniksiz bo'lib qolgan narsa nima? Qiraatu g'ayrihim. Boshqalarning qiroati sal tushuniksiz. Bu ya nimadan kelib chiqqan, nima bo'lib bunda bo'lib qoldi degani qilmay qoladi deydi. Qiraatu g'ayrihim nimada? La yadurrukum. Li'annahu javob shart. Çünkü mana javob shart bo'lib keldi. Va in tasbiru va tattaqun bu maqsadda la yadurrukum. Hani bular javob shartni hozir odatga marfuatda o'qidi. Asli javob shart degan majzum bo'ldi. Sukun bo'ldi. Fakana baga yakuna bi fathir ra la yadurrukum bo'lish kerak aslida. La yadurrukum deb biz buni hamda sababini qilmay qolmaymiz. Qaysi to'g'ri bo'ldi shunda? Oyat la yadurrukum deyapmiz. Mana katraatul mufaddal an Asim illa anna dammat ar-ra li itba'i dammat ad-dad nahu muddu ya hada. Demak mufaddal bu Asimning shogirdlaridan birisi. Asimdan la yadurrukum deb shu majzum holatda javob shart holatda to'g'ri arab bilan qiraat qilgan. Asli shunday bo'lishi kerak-da. Endi hozir bizning maqraatimiz uchun Hafsin an Asim mufaddal an Asim la yadurrukum dedi. Endi ma Hafsin an Asim deydi. Buning qiraati la yadurrukum dedi. Endi bu nima sababdan bunda deb sababini qilmay biz degan bunda bir tushunib baqdik hozir men. Qanday tushunib to'q? إلا أن ضمة الراء لإتباع ضمة الضاد نحو مد يا هذا.
Fakat misal la yadurrukum degandiki ra misal pish o'qilib qoldi. Ra pish o'qilib qoldi shunami? Buni bunda tushunib baqsak bo'ldi, balki bundaroq deb baqsak hamda qamlashib qolar degandek. Bir hamda o'zir izlatsan buningga. Yaxshi gumon qilib o'zir izlasin. Ya'ni bu yerda jazmi muqaddar. Ko'nglimizga pukilgan. Endi bu yerda la yadurru ru deb o'qilishi durruago. Dur deganki ash pishvatdi. Odatda ba'zi nimalar ash oldidagi harfning harakati qanday bo'lsa, shunga bunda mayl qilib o'qitish bor. Xuddi mesela mudda degan nimani muddu deb qo'yish va bu shunda itba yani birinchi oldidagi harfga bo'ysundirib qiraat qilish iborat bo'lishi mumkin deb qo'ygan. Ma'no o'zgarmaydi. Lekin u jazmi chuqum bab yani muqaddar fi mahalla jazm deymaydi demakchi. La yadurkum bu kerak shunami? La yadurrakum. Yadurrukum kashshadil to'g'andan keyin jazmdan keyin demak u i'robda chora tugab qolmaydi. Innalloha bima ya'maluna muhit. Ya'dam ya'malunani bitta sahlun. Sahl degan qari ta'lan qiraat qildi. Ay minas sabri va taqvo va g'ayrima. Ya'ni sizlar qilgan savrchanlik, taqvodorlik va uningdan boshqa ishlarni bilib turdi demak. Sahlga ismi? Qarining ismi. Muhit fa'ilun bikum ma antum ahluhu. Yani qurshab turuvchi, urib turuvchi. Hech narsa uning ilmining sirtida emas degandek. Bunda bo'lgandan keyin bo'lmoqchi. Fa'ilun bikum ma antum ahlu. Sizlar sabr, taqvodorlik, ashunda chidamlik ko'rsatib, munofiqning misga qarshi turib, sabat bilan tursanglar, sizlarga shu ishingizga loyiq holatda mukofotni berguchidir dedi. Ve bil ya'i gayruhu sahildan başka qarilar bima ya'malun deb yavla o'qidi. Ayyannahu alimun ma ya'maluna fi udwanihim. Ya'malun zati munofiqlarni ishlarini, qilmishlarini bilib turuvchi demakchi. Yani shu munofiqlarning qilmishlarini, yani sizlarga dushmanlik qilishda ko'rsatgan tirishchanliklarini bilib turuvchi. Bilganigan ulug'a shuning loyiq, usulliga loyiq ig'ir jazo berguchidir dedi. Demek şada şu munofiqlar sizlarga dushmanlik qilib, jam urush jarayonida qilgan qilmishlarga Alloh taolo jazo berdi demek. 121-oyat. Va iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallohu samiun alim. Bu ham yangi boshladi. Maqsud nazir, kalam mustanaf. Lekin endi yuqorqi oyatda bo'lgan munosabatda sabr qilishga, taqvodorlik qilishga buyurildi, shunami? Eğer sabır qilmay, taqvodorlik qilmay, bunda bo'shanlik qilsanglar, chidamaslik qilsanglar, ahvolingni bo'ldi deb shuni bayon qilmoqchiman. Va iz gadawta min ahlika, ya'ni ey Muhammad sen oilangdan shu atganda chiqqan vaqtingni eslagan. Va fikr ya Muhammad iz kharajta min ahlika bil Madina, Madinada atganda saharda chiqding dedi. Val murad wuduhu min hujrat Aisha radhiyallohu anha ila Uhud. Sen şu Uhud jang'iga atganda Hazreti Aishaning hujrasidan chiqqan vaqtini eslagan. Demak shunda bir eslatib, Uhud voqeasini deb musulmonlarga agar sizlar sabrchil bo'lmasanglar, taqvodorlik qilmasanglar, shuni chataq mana bunda ahvolim bo'ldi deb bunda sabrsizlikning natijasini ko'rsatib qo'ymoqchi. Tubawwi'ul mu'minina maq'ada lil qital. Atganda chiqib mu'minlarni jangahildagi o'rinlarga o'rlashtirsan deydi. Tubawwi yani tunazzil shunama yoki tayyorlab nima qilsa demakchi. Man kadaba alayhi mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar dedi. Va huwa hal tubawwi al mu'minin. Shunda qilayotgan holatingda dedi, mu'minlarni jang maydonida o'rlashtirayotgan holatingda. Maqa'ida lil qital. Bu bir o'rinlar dedi, mawaqin va mawaqif min al maymana. Sen qanat, sen sol qanat, sen yurak, sen oq taraf tursa deb hammani belgilab o'rlashtirayotgan chig'inti deydi. Maymana o'ng qanat, maysara sol qanat, qalb degan yurak shunami? Yoki o'ttidagi markaz. Val janahayn was saqa. Saqa degan shu oqa. Shu bir hadisdan va in kana fis saqa kana fis saqa. Ba'zi mu'minlar Madina bu unda ya'ni islomiy xizmat qilgan chaqda nega o'rlashtirilsa ben bunda adamdım, bunda hayatı xizmat qilishim kerak deb bunda demay, ayırmay, aqsab bo'lsin, oldi sap bo'lsin, na tu degan turib xizmat qildi degan narsa. İmkon saqa. Ne qilishayapti bu?
Velil qital, lil qital demiş söz tubavvi bilan chetishlar. Ana shu o'rlashtirish nima uchun? Urush uchun. Vallohu samiyun alim. Alloh taolo anlab bilib turibdir. Sami'un li aqwalikum alimun bi niyyatikum wa damairikum. Ruya annal mushrikina nazalu bi Uhud yawm al-arbi'a. Rivoyat kelishcha mushriklar Uhud degan tog'ning tuyiga çarşamba kuni kelib tushdi. Fastashara Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashabahu. Shundan chaqda Rasululloh xabar topdi bundan. Xabar topgandan keyin sahobalar bilan kengash qildi, maslahatini oldi. Yani payg'ambar turib, sahobalarni kengashga chaqirgan, maslahatini olgan. Unda o'zi yo'l bir taraf qiladi. Demak, mushammasi bizga o'g'itishga boradi. Sahobalarning amaliy o'rgatgan. Wada'a Abdullah ibn Ubay fastasharahu. Abdullah ibn Ubay munofiq turg'liq. Abdullah ibn Ubay shu Madinadagi cho'nglarning biri bo'lgan ekan. Undan maslahat so'radi. Hozirda musulmon bo'lsin, munofiq bo'lsin, kofirlik qilib qolsa, u ma'vo musulmonda munofiqda ma'ni qo'yib qo'yib unda demaydi, hammasini bishi tenkildan bu. Shunda maslahatda meni tanqildi. Faqala aqim bil madinati bu Abdullah ibn Ubay menda maslahat beribdi. Madinadan chiqmay tursalar. Madinadan chiqsak ziyon uchrab ketamiz. Madinada fikrim ishada o'zimizni mudofaa qilaylik. Setdan chiqib qolsa, nada jiq o'tiralaymiz buni. Lekin chiqib qolsak biz o'chishlik qilib qirilib ketamiz debdi. Mana fama kharajna ala adun qat illa asabna. Biz tariximizda Madinadagi tariximizda dushmanga biz sirt chiqib qolsak, Madinadan sirt chiqib qolsak, cho'qim bizni talafotga uchratgan. Dushman lekin Madina ishi chiqib qolsa, Madina ishida taqobil tursak, biz yengan. Tarixdan bu yan. Shuni sirt chiqmaslar deb turibdi. Fama dakhalu alayna illa asabna minhum. فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت في منامي بقرا مذبحة حولي فأولتها خيرا. من شمدا etrafımda boğuzlanıp ketken kallarını köreptimen. Körep bu yaxşılıktan bisharat deb bunda tabir verdim. Ve ra'aytu fi zubab sayfi salamatan fa'awwaltuha hazima. Ondan qilichimning bisida da uchib ketganini ko'rdim. Salama degan. Mesela tırtıkta tigib qalsa ba'zi bisini ushiradigan, da ba'zi uchib ketganini ko'rdim deydi. Yani tushida shunda ko'ribdi. Salama degan bis uchib ketgan ahvolni deydi. Fa'awwaltuha hazima. Bunun g'amdan bu yengilish deb tabir verdim deydi. Wa ra'aytu ka'anni adkhaltu yadi fi dir'an hasinatin fa'awwaltuha al-Madina. Ondan men qo'limni mustahkam bir savutning ichiga tiqib shunda ko'ribdim deydi. Dira degan savut, yoki qurol kiyim-kechaklar deydi. Qalqanning ishlatadi. Lekin bu ko'pincha dubulg'i savutlar. Shunda ko'rib, men buni Madina mushari deb menda ta'bir verdim. Madinaga kelibchi, bunda ta'bir verdim demoqchi. Falam yazal, ya'ni Rasululloh chiqmasak degan nimaga Abdullah ibn Ubayning maslahatiga mayl bo'lgandi. Madina qalqan degan fikr. Qalqan bo'lgan ekan, biz ishib turib, o'zimizni qo'lday oladiganmiz deb chiqmasak degan qarash ditdi. Falam yazal bihi qawmun yanshatuna fi shahadati hatta labisa la'matahu. Ayna chiqmayli deb shu qarashni tutsa, shahodatga tashna bo'lgan yoshlar, jangovar mu'minlar biz chiqib mustaqil tashadi deb g'ingshi berib, axiri jang kiyimini kiydi deydi. Bo'ldi, ma'qul chiqaydi. La'matahu, yoki la'matahu desak bo'ldi. Chunki uning tashkil qilib la'ma deydigan ishim bor. Ya'ni jang kiyimi degan gap la'matahu. Endi bular xuddamda Rasululloh chiqmaydi shu zo'muzo ko'zi chirilib turib, zo'lab hozir jang kiyimini kiygizgandek bir ahvol bo'ldi-da. Summa nadimu mana. Davoni kamdan kim pushmon qilib bular. Ya Rasululloh o'zlarini shu bizni zo'lab undan qilmaylar deb sal bo'shatdi. Bo'shagandan keyin faqala sallallohu alayhi vasallam la yanbaghi li nabiyyin an yalbasa la'matahu fayada'aha fayada'uha hatta yuqatil. Ma chechellikning bir maqolasi ekan-ku. Chechelliklar xanjirni g'ilpidan sug'asa, buni bir qonga bo'ymay, g'ilpiga yondo'si bo'lmaydi degan. Mushunga o'xshash, bu payg'ambar degan jang kiyimini kiygan ekan, urushib andan saludi kiyimni. Unda yanmaydi. Mana o'g'allikning o'zi. Yo'llash izidan yanmas
deganda. Fakharaja ba'da salatul juma. Demak, mushriklar çarşamba kuni Uhud keldimi? Juma namozini o'qib, lashkar tartib chiqdi dedi. Va asbaha bish-sha'bi min Uhud. Ondan tushdan keyin mangan bo'lsa, shanba atigan masalan. Atganda Uhud tig'ininki ashi tog' bag'ridagi yo'l masalan. Chig'ir yo'l deymiz, sha'b degan. Atganda shu ibodat, tong otqizda dedi. Musulmonlar Makkada azab berilib, ular qarta muqata embargo yürütülgen çağda Müslümanlar Şa'bi Abi Talib'da şunda yatığı qo'sqida tashdan olib. Sha'b degan nomda bir tag'da donlik olsa şunun bag'ramda. Yoki şunun qishki bir yo'l, chig'ir yo'l nima deydi Sha'b? Sha'b, yani Sha'b deganda. Yawm as-sabt mana. Lin nisfi min Shawwal. Bu Shawwal oyining shu o'ttirlarga to'g'ri kelibdi. Demak, jumadan keyin lashkar tartiblanib, shanba kuni atganda şu müşrikliğe yakın yerdeki o tıgınınki bağırda yani çığır yolda ya ki tağ bağırda tanat kuzda deydi. Cılga ya tağ yolu diyen manım varmış. Şa'b diyen. Biraz ikinci ayet İzhemmet taifeten minkum en tefşela vallahu veliyuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Esliginki şu çağda sizlerden iki grup bulanmağıl tas kalgan vaktep sağıl tas kalgan dedi. Bedel idhammat yani bedel min idgadavta. Yani şu ve idhammata mana asli etganni chiqqan vaqtini asligan, andima ishga ko'rib bulanmay qolib tas qolgan chaqni asligan deydi. Au amila fihi ma'na alim. Oyatning oxirida undida vallohu samiyun alim dedi-ku. Birinchi tafsirda va idgadavtadan bedel sak ma'chaqni asla, yana ma'chaqni aslagan bo'ldi. Hamda alim qiyğılıqını qildi deb qasho, yani arabiy jihatdan alimun iz hammat taifatan. Sizlarni ishga ko'rib bo'lolmay qolib tas qolgan chaqni Alloh taolo bilguchi doğru degan bo'ldi. Taifatan minkum sizlardan ishga ko'rib hayyan min al-ansar, ansarlardan ishga oymaqdimdo. Banu Salama min al-Khazraj va Banu Haritha min al-Aws. Khazrajdan Banu Salama jamoati, Awsdan Banu Haritha. وكان صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في 1000 والمشركون في 3000. أصلا رسول الله جمعة günü çıkan vaxtida qo'shin tartib 1000 kishi qo'shin bilan chiqqan. Mushriklar 3000 kishi qo'shinda. Va wa'adahum al-fath in sabaru. Rasululloh lashkarga, islom qo'shiniga sizlar chidab jang qilsanglar, g'alaba qilmas deb va'da qilgan deydi. Tanxadala ibn Ubay bi thuluthun nas. Abdullah ibn Ubay bu munofiq bo'lgan ekan. Hem o'zining qarashida biz sirq chiqib jang qilsak yengilib ketamiz deganimiz bo'lg'achqa, bu yo'q bunda qilsak shataqni yengilib ketdik u bu deb yurib bu bo'lanmadi deydi. Demak, qo'shinning 3dan 1 bilan hozir bo'lanmayma asta yandi deydi. Vaqt solda nima? Va qala alama naqtul anfusana va avladina. Biz nimaga shuncha qilib bunda o'zimizni, bolalarimizni qurbon qilib turamiz. Va uning kallasida islom uchun jihad qilish, islomiyat uchun fidokorlik qilish degan narsa bo'lmagan ekan. Bu bagal chiqimda talabaga uchrab chiramtoq deb bir guruh kishilarni oqqa aytib berdi. Bu butun lashkarning 3dan 1 deydi. 300 necha kishini elib qaytib ketdi-da. Musulmonlar shu chaq necha qoldi? 700 ga yaqin minat qoldimda. Shunlarni sen munofiqning qatorida esanman. Ko'pincha munofiqlar. Belki hammasi munofiq bo'lishi mumkin. Mana fahammal hayyanu bittibaihi an Hazratlar Aws, yani ansarlarga ikki jamoat bo'lib Abdullah ibn Arsal maylug'anda qaylug'anda qilib bo'lib qaytaylimiki deb qoldi. Tas qapti. Fa'asamahumulloh, ya'ni qanchadan Alloh taolo ularni saqlab qoldi. Famadaw ma Rasulullah. Shunda lanishib qilib axiran Rasululloh bilan billanatdi. Demek Allah'ın yardımı, Allah'ın tasbiti var mı ya da? Şunda en ciddi payda, nazik, halkılık payda, qara qilgan chaqda ketib qoldi ahvollar. Mishada bunda ahvolda Alloh taolaning tavfiqi, tasbiti bo'lmasa chatab. Demak, bular Rasululloh bilan birga mangda deydi. An tafshala, ya'ni bi an tafshala demak. Ay bi an tajbuna va tad'ufa, yani sizlar qo'rqib qolg'ila, acizlab bo'lanmay vaqtib sağıl tas qadanglar edi.
Val fashal al-jubn wal khawr. Fashal degan asli muvaffaqiyetsizlik deymiz hozirgi vaqtda. Asli buning tigi qo'rqinchoqlik, irodasizlik, irodasi bo'shliq. Vallohu waliyuma. Albuki Allah o ikki guruhning egisidir. Muhibbuhuma aw nasiruma. Yani onu yaxshi ko'radigan, ularga nusrat ato qiladigan, aw mutavalli amrima, ularning barliq ishlariga egish qiladigan, xabar oladigan demoqchi. Fama lahuma tafshalan. Allah Taala bu ikki guruhning egisi tursa, yani men tursam bunda vaqtdaysizlar deganlar ekan. Men tursam, men egan tursam sizlar bunda qilsang bo'lmaydi. Xotirjam bo'lib, menga tayinib, menga verishing kerak demoqchi. Fama lahuma tafshalani va la tadavakkalana alalloh. Men ularni egis tursam, menga tavakkul qilib, alga ilgirlamay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam billah nima uchun bulanmay qoltas qiladi demoqchi. Demak, buning bayanchimiz qayib qo'ydi hozir. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Alloh bilan tavakkul qilish kerak mu'min bo'lgan ekan. Yani asli bu ikki aymaq mu'minlardinti. Lekin unda gapi qaylolab qilib, mushu to'g'rimi deb munofiqning nimasiga agishib qolib tas qoldi deydi. Alloh taolo buning dildagi iymonni bilgachga buni tasbih qildi. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Demak, mushu oyatda iymon degan tavakkulni paydo qiladigan narsa degan ishorat. Iymon bo'lgan tavakkul bo'lish kerak degan. Mu'min bo'lgan ekan tavakkul qilish kerak. Amarahum bi alla yatavakkalu illa alayh. Ya'ni Alloh taolo hozir bu oyatda buyuryapti mu'minlarni. Allohga tavakkul qilinglar. Va la yufawwidu umurahum illa ilayhi. Bütün ishlaringlarni Allohga topshiringlar. Chunki Alloh sizlarni eganglar, sizlarga nusrat berguchi, sizlarni yaxshi ko'rguchi. Qala Jabir radhiyallohu anhu, Jabir ibn Abdullah, vallahi ma yasurruna anna lam nahum billadhi hamamna bi. Ya Jabir kimdinte? Hazrajdinte. Belki aşo Banu Salamadan bo'lishi mumkin. Yoki hamda uningda bo'lmasa unda ansarlarning ishining bir qismini shunday bo'ldi-ku. Bizning aramizda bunday qilgan, biz hamda ashunda bir ko'nglimizga qaytayli deb xiyol qilgan bo'lsak-kan deb uni arzu qilib ketmaymiz. Yani aşı bo'lgan ishdan biz xo'shal demoqchi. Demak, bu yerda hozir bular Rasulullohni izab antavarbuka faqatlar degandek anda yo'l olib qo'yib, Madinaga qaytib shirkatmoqchi bo'lgandek bir ahvol bo'ldi-ku. Anda bular keyin Alloh taolo buni tasbih qilib, Rasululloh bilan bilmangda. Andan mayat tushdi. Vallohu valiyuhuma dedi-ku. Bo'lgan ekan biz mushu vaqalikning bo'lmagan bo'lsa ekan deb unda arzu qilamiz. Lekin bo'lganlikdan xushal. Bizden de tespit kıldıklarını kuşam. Ya demek mağdur hayatı bir yerde fazilet var bulga. Ma yusuruna ennamu ena. Vallahi ma yasuruna enna lam nahum billadhi hamamna bihi. Biz aşında ko'nglimizga qaytayli degandek bir ayda bir xiyolda bo'lmagan bo'lsak-ken deb menda arzu qilib ketmaymiz ekan. Nima uchun? Allah mana vaqat akhbaranalloh bi annahu waliyuna. Çünkü ayet tushib, Alloh taolo men sizlarning valiyinglar deb bizga chiqdi. Demak, hozir bizga hozir shunda bir sharaf keldi demak. Arsal bo'lganligimizni yaxshi yo'q. Yani natijada bu biz uchun bir faxr hozir. Çünkü oxirida bizning yaxshi tarafini olgan ekan. Alloh taolo men valiyinglar yoki mush ki guruhning valiyi deb bunday demoqchilar ekan. Allohga biz sharafga ega bo'ldik hozirda. Yani bularning ko'ngli kagini rasmiy bilib olmagandi. Qaytayli bo'ldi degan yak bo'lmagan. Bunda ko'ngligimda qaytaylimi ya deb bunda bir vasvasa, bunda bir xiyol kelib qolgan. Lekin bular qara qilishda keyin Allohning tavfiqi bilan, tasbih bilan nimani qara qildi? Rasululloh ham billa jangga chiqishni qara qildi. Shunda vaqtda vahiy tushmoqdan ajab masalan Payg'ambar alayhisolamning o'zidan maslahat so'rab chiqsaq degan vaqtda vahiy tushib yo chiqqanan chiq yo bo'lmasa vahiy tushgan ahvollar masalan ba'zi o'rinlarda. Lekin mushu hammasi ana musulmonlarni unda tarbiyalashdan iborat. Biz hammasi vahiylarga o'qisa maslahat silish amaliy tatbiqlanmaydi. Ama unda menda yeni oldiganlar, keyin yerim yo'ldan ayrılib oldiganlar, yunishib qoldiganlar, bular rasmiy unda sinilib, tavlinib nima qilish bo'lmaydi.
Bunda tabiiy bo'lgan. Ba'zi yerda alqil holda vahiyga tushib, ba'zi bir kafirning suiqasdini yoki aniqlam bunda qildiqlam buyurib, ahvoli bor. Alloh taolaning hikmatining taqozosi. Lekin bu tushmamdi unda aniq bunda bir buyruq sifatida bo'lmagan. Ehtimolliklar bo'lgan ekan, aniq aniqlanmagan. Demak, mana bu yerda Rasululloh amaliy ahvolda maslahat soldi, ba'zining maslahatini oldi. Bunda bir tajriba saboq bormi? Hozir ham shunda shuni tul maslahat kim istiqor qilishni tanlash qilamdi. Yani shaxsiy bir odam o'zining ishini qilmoqchi bo'lsa, u hamda o'zi undan o'qib istiqor sabablam qilsa, bu mayli. Lekin shaxsiyda istiqor sabab ondan tajribalik danishman, samimiy nasihat qilganning ra'yini elvatgani yaxshi. Lekin davlat ishlarida butun musulmonlar chiqishda uning oqsoqollar kengashi va kengash palatasi bo'ldi, ulamo bo'ldi, bundan shura va amruhum shura baynahum. Bunun maslahatini qanday qilamiz? Urushamdoq ya mudofaalar mishad bekinib turamdoq deb maslahat so'rayman. Demak, mushammasini iborat shu bizga uytotadamda. Va amruhum shura baynahum degan amaliy mana Rasululloh o'zi tatbiqlab qildi inshaalloh. ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر لهم من الفتح يوم بدر وهم في حال قلة وذلة. عند الله تعالى أشولا توكل قيغان كن خلنا نتيجة إرشته. توكل نمنا لبكاين نم فايدة لبكاين تساعة. مثل يوم بدر دا توكل قطنا خلنا غلب إرشتنا. يب بنا أسلك بياتنا. demak başta sabr qilinglar, taqodarlik qilinglar desnama. Ham sabr qilmay, taqodarlik qilmay tavakkul qilsanglar, bunda kashil chiqdi. Endi o'tgangi urushda Badrda haqiqiy tavakkul qilib, sabr qilib, tabat bilan turibdinglar, qanday natija chiqqanda deb shuni eslatib qo'yadi. Va hum fi hal qillatin va dilla. Mana u Badrda taqa nayt az bek ajiz holatda edinglar. Qurol Iroqlar nayt az, at minasları yok. Bunda alıp gitti. Fekala 123. ayet وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Teala Bedir'de sizlere nusret ata kılıverken, Bedir diyen de ismi ma'in beyne Mekke'te vel Medine. Ma diyen bu su deyden. Maksat kuduktan. Şu çağda kuduktan çıktı. Onun başka su yoktu. Mekke ile Medine'deki bir kuduktan ki namı bu. Kana lirajulun yusamma Bedran fasumya bi. Bedir degan bir kishininki quduq ekan, Bedirning quduqqa davjirib, ondan keyin Bedir deb atilib chiqqan. Aw zakara Badran ba'da Uhudin lil jam' bayna as-sabr va ash-shukr. Yoki menda tafsir qilsanglar, boshda zakarahum deb tafsir qildi-ku. Ikkinchi tafsirda sabr bilan shukrni tang ilib minish uchun Uhudni tilga olgandan keyin Bedirni tilga oldi. Uhudda sabr qilishga munosabat kishivatdi. Bedir'de şükür kılışkı münasebet kişivattı degan. Ve entum edillah liqillatil adad. Sizin ayeti aczavette idinlar. Nima uchun sen de Qur'on yarat sanjatdan mutarafdan san az dedin. Sani shu chaqda 313 113 idi. Zaman Bedir shunda to'g'ri? Fa innam kanu 300 ve bid'at 10. Yani 113. Yani 113 degan qarashim bor. 113 idi. Ve kana aduhum zuha'a 1000 muqatil. Lekin düşməni çoğu müşriklar qoşunu 1000 kişiga yaqin teri. Zuha degan shu taxminan yaqin barobarda edi. Vel udad. Hozir bu yerda liqillatil adad deb unda bir sizitib vel udad desanlar o'tirdiki, asham musulma qistirma so'z bo'ldi. Fa innahum degandan tortib 1000 muqatil deganiga qadar qistirma so'z. Yani adadni bayon qiladi. Vel udad Qur'al Iraq, Sayman va Gazal. فإنهم خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد. Demek müşahede at, ulaq, kural, bulg savut, qalqal bundan aslida udad degan shu. Bak yeterlik emasdi musulmonlarning qo'shini. Chunki ular xaraju ala nawadih. Nadih degan aslida nadih degan quduqdan suv tortish bo'ldi. Ansarlar dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Quduqdan suv tortgan chog'da ba'zi o'zi tortib bo'lmay, yak ta'sibimda tugining ustiga suvni yuklab, biqqa aparib, etizg'a quyib tursin. Yakanda quduqdan suv tortishda tugiga og'amchini bog'lab, bunda tortishim mumkin. Shuni navodah deydi. Ya'ni navodah degan suv tortadigan yo suv to'shadigan tugilar degan.
Demek dehqonchilik ishlatadigan, bog'varallar ishlatadigan shu tugini topadiganlar ilib chiqqan, unda piyoda qolganlari navbatlashib minib Badrga borgan deydi. Ya'taqib degan navbatlish minadi degan. Ya'tiqob degan. Agar irtidaf bo'lsin bo'lsa, irtidaf keyin mingishilish degan bo'ldi. Hozir mavo navbatlish minish. Bir tugiga nechalar navbatlishma 1 soat minib tushsa, andigan 1 soat degan necha 7-8 odam tugiga navbatlish minibdi. Wa ma kana ma'ahum illa farasun wahid. Ularda faqat bir tallam at bor ekan. Bir qo'shin bir at. Tugidimmi shu azlam tugi bor. Bu atni kim mingan Rasululloh? Rasululloh tugi mingan shu. Faras mingina Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad ibn al-Aswad deymiz. Bu avval farisman. Jangda avval jang'olmi shu Badrga. Shu chaqda birinchi shu faris shu Miqdad ibn al-Aswad yoki Al-Miqdad ibn Amr. Shu Aswad deganda keyin ismida o'zgargan. Shu Miqdad degan sahaba avval faris. Biror rivoyat Rasululloh at mingan deb rivoyatim bormi endi jamoada bilan? Tugi mingan, xachir mingan deb chiqaramiz. Rasulullohning otlari borda har ismi bor. Rasulullohning ba'zi otlari musobaqa qilishgan. Aloqa bir kun kechda Madina bir avval bo'lib ketgan. Ular tamatni duldum chiqib keyin voyat shoq. Sharlab kelgan. Abu Talhaning etini mingan. Chakpur etini. Iga to'qimaylar mingan. Wa ma aduwihim 100 faras. Dushmanning 100 eti bor ekan. Va shukkatu va shawka. Shukka degan urush kiyimlari, jang kiyimlari. Dubul savat va akazalar. Shawka degan qurol, bisliq narsalardir. Va jaa bi jam'il qillati wa huwa adilla. Endi jama kasra jama qilla deb doiraydigo tarafda. Liyadulla ala annahum ala dillatihim kanu qalilan. Demak, azliqni bildirdigan shu jamoa siyosini akaldi. Nima uchunsa, ular anda nayt bichara holatda bo'g'ini qaramay soni ozdi. Buni bildirish uchun. Fattaqulloh. Shunga Allohning Rasululloh sabatliq mustahkam tavranmay turishda Alloh taolo taqodirlik ko'rsatinglar. G'azabdan saqlaninglar. La'allakum tashkurun. Ashunda qilsanglar, Alloh taolo taqodirlik ko'rsatsanlar, sabat tutsanglar, balki Alloh taolo sizlarga nusrat ato qilib, undan shukr aytasizlar balki. Amlat nusrat ato qildi, Alloh shukr aytdi. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. أسلينك شو چغدا سن مؤمنلارga مشunda deytdin dedi. İz degan şey zarf hazır nasarakum nun zarfı deydi. Şu nusrat bergen çağda Allah Taala munda deytdin dedi. Ala anna taqulu lahum zalika. إذ تقول للمؤمنين ظرف لنصركم ولقد نصركم الله degan mush nasarakumning zarfi. Shu nusrat bergan chaqda sen mushunda deysa mu'minlarga. Bunda biz i'rob bersak nima bo'ldi? Taqulu degan ma'z ibora nima bo'lmoqchi? Yaqul bo'lishi mumkin. Tamam, taqul yaqul. Ya'ni shu chaqda mu'minlarga mushunda deysa demakchi. Yani qaysi chaqda Badr g'azotida Alloh taolo nusrat ato qilgan chaqda mu'minlarga shunday deysa, "Ey nasarkumulloh vaqta maqalatikum hadihi." Mana sizlar mush gapni qilgan chaqda Alloh taolo sizlarga nusrat ato qilgan deydi. Demak, o'sha nasarakum ning zarfi dedi. Mush gapni degan chaqda Alloh taolo sizlarga nusrat ato qilgan. Yani ikkinchi i'rob au badalsan batin idhammat yani idghadawtdan badal dediqqa ma ikkinchi badalamni. Yani asliyinki atiganda bunda chiqqan ikki guruh bo'lmay qoldi tasqagan yana shu mu'minlarga bunda degan vaqtni aslardimiş. Min idghadawta ala an taqula lahum yawm Uhud. Ya'nida Uhud kunida sen shunday deysa, shu kuni aslar degan bo'ldi. Hozir Badr emasmi va? Ma ikkinchi tafsirga asosan. Uhud kunda Badr kunining aniq g'alaba qilganligini so'zlar degan gap. Uhud kunda atganda chiqdim, shundami? Shu vaqtni asla. Ondan ikki guruh bo'lmay qoldi tasqagan avvalni asla. Ondan mu'minlarga shunda da'vat qilgan vaqtni asla demakchi. Ya'ni hammasi nima? Uhud jingi voqealigida bo'lgan gap demakchi. Lekin ilgari kelimga qilsak nasarakumulloh yom Badrda Alloh taolo nusrat bergan chaqda sen bunda deytding degan bo'ldi.
Hozir ikkisining cho'ng farqi bor. Bu oyatlar shu Uhud jang vaqtida tushgan oyatmi, undan keyin tushgan oyatmi? Mana zamanda qaragan vaqtda shu jang bo'lib bo'lgandan keyingi vaqtda tushgan oyat lekin. Bu jang bo'lgandan keyin tushgan oyat. Jang bo'lgandan keyin unda shu munofiqlar ba'zida aralashib, bundan qilib turgan chog'da unda qilma, aralashmanglar, yaqin do'st qilmanglar deb ondan sabrga buyurib, unda sabr qilgan chog'da qanday bo'ldi, sabr qilmagan chog'da qanday bo'ldi deb unda bayon qilyapman. Ya'ni aslit qo'yayotgan ahvol. ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين الله تعالى sizlarga osmondan tushirilgan 3000 kishilik farishta bilan hamdamda bo'lsa sizlarga kifoya emasmi degan vaqtni eslaganlar. Munazzalin shami yo'q munzalin deb mushu odat qiroat shu, lekin sham qorilari munazzalin deb qiroat qildi. Munzalin Abu Hayva qarilarda Abu Hayva munzilin deb turibdi. Aylin nusra. Demak, mishadamda nusratga hamdam bo'lashqa tushirilgan, tushgan demakchi. Va mana alayyakum kifoya emasmi deganning ma'nosi nima? Inkaru alla yakfiyahum. Yetmaydigan bo'lishini bir xil ayblashma. Xuddamda sen ishtahsilag'maysan, to'sqon to'ymamda degandek, yani 3000 farishta oyunda tushirilsa hamdamga bu sizga yetarli emasmi? Aslida yetarli bo'lish kerak. Amana la yakfikum inkaru alla yakfihim al-imdad bi 3000 min al-malaika waji'a bilan alladhi huwa li ta'kid an-nafy. Lan degan nafyni ta'kidlash uchun ishlatilgan harfda shunama. Nima uchun mushuna keldi desa, lil ish'ar bi annahum kanu li qillatihim wa da'fihim wa kathrati aduwwihim wa shawkati a'da'ihim kal ayatina min an-nasr. Yani herkes kifoya qilmamda degandek. Nima uchun shunda herkes degandek bunda shuni eslatdi desa, xuddi bulanda dushmanlar kuchliq, musulmonlar sanjatdan tarafdan ojiz, az bunda holat bo'lg'achqa, bu bizning g'alaba qilishimiz da mumkin emas deb umidsizlanib qolgan ahvoldagidek bo'lg'achqa, herkes yetmamtimi shu degandek bunda qattiqroq ta'kidlaydigan nafiy harfini keltirdi dedik. Bala yo'q, bu yetarlik, unda emas degan. Ijabul lima ba'dalan. Landin keyingi nimani hozir yo'q bunda yakfi demakchi, bala yakfi deganda. Ay yakfikumul imdad bihim. Yani ashularni hamdamga evasak sizlar kifoya qiladi. Fa awjabal kifaya. Demak, o'sha kifoya degan ne bir bekitib hozir. Andamizda in tasbiru va tattaqu. Sizlar jangda chidamli bo'lsanglar, Rasulullohga muxolifatchilik qilmay, taat qilib, taqvodorlik qilsanglar, bu kifoya qiladi aslida. Wa yatukum min fawrihim, ya'ni al-mushrikin min fawrihim hada. Fawr degan aslida achchig'i, jan achchig'i degandek. Yani siz sabrchanlik bilan tursangiz, taqvodorlik qilsanglar, kofirlar shuna jan achchig'ida hujum qilib kelsa, shiddatli hujum qilsa, yumditkum robbukum bi 5000 min al-malaikati musawwimin. Yani sizlarning ahvolingiz bunda yaxshilab qolsa, kofirlar bunda shiddatli hujum qilsa, 5000 Alloh belgisi var yani. Allohda farqlanib turadigan 5000 farishta bilan imdod qiladi. Manda hamdamni ivat tutadi demakchi. Tavrihim degan huwa min faratil qidru idha ghalat. Qazon qaynab teshib ketgandagi fasta'ira lis-sur'a. No tiz shiddat bilan chaqmoqdek bunda kasirgan. Thumma sumiyat biha al-halatu allati la raysa fiha wa la ta'rij ala shay'in min sahibiha. Aslamda qaynaganligini bildirdi. Ani keyin bu tizlikni bildirgan ishlatildi deydi. Udul tiz holatga kelganini bildirgan bo'lib ketdi. Ondan bir narsaga arvamay, to'xtab qolmay yoki boshqa ish bilan mashg'ul bo'lib, boshqa bir ishni qilib o'tib, ondan bunda kelish emas, tez udul kelishga ishlatilgan so'z bo'ldi. Favrina. Favran deymiz hozir. Darhol. Udul zodi. Boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmay, udul kelish deyman. Faqila kharaja min fawrihi. Darhol chiqdi deb bunda deyilgan bo'ldi deydi. Demak, bu so'z hozir necha bosqichdan her zamanda bir xil ma'no ishlatilib, bizga to'xtadi hozir. Kama taqulu min sa'atihi lam yalbat. Kharaja min sa'ati. Shu hamon darhol chiqdi, to'xtab qolmay, bizdan turib qolmay chiqdi degandek. Va minhu qawlul karhi al-amrul. O'sha Abu Hasan al-Karhi, Hanafi mazhabidagi cho'ng olimning birisi, ya'ni Quduri bilan Karhi hozir asos o'sha mazhabni muhimdarda deb belgilaydigan olimlar. Imom Karhi usuli qoidadan debda
Yani bir mezhebin karşına ifadalab el-emrul mutlaq alal fawri la alal tarahi. Hech qanday zaman mesela Ramazonda menda kun chiqsa deganga kelmagan holatda menda qilinglar deb buyruq qo'yib qolsa, bu darhol qilishni bildirdi. Bu usulga tavashlar. El-emrul mutlaq yadullu alal fawr aw tarahi. Yani ki aldırma qilsang bo'lamdi yo darhol qilishing kerakmi desa, yani bir mezhebning qarshida darhol ijro qilish kerak. Kechiktirmay. Mutlaq degan unda zaman qayd qilinmagan bir buyruq. Bu endi usuliy talashlar. Usul fiqhni o'qigan chog'da mumkin to'xtalmas. Wal ma'na iyatukum min sa'ati imadi. Sizlik uddul hujum kelsa demoqchi. Ya'ni bu yerda aslida favor degan g'azabni bildirdi. Der g'azab bo'lib, sizlarni shu chaynab turkib yenjivatgidek darajada unda achchig'ida kelsa degan. Nima uchun? Badr g'azotida bunun en katta işlerden 70 netisi öldürüldü. Yani 70 tek nimese esir düştü. Yani nurgun talabet uçurağın diken bunu cennetçil geldi. Hemzidin ölçülüş için geldi o. Demek her bir aile özden ölgen adamlar için, sahasır için Uhud'un gibi hazır. Aynı geldi. Demek aslında der gazapta kâse dinge. Şunu bu favorinle min gadabihim diyen tefsirim bağ. İbn Abbas'ın geldi. Sabanda azraq bir yanlış buldum. Belki yanlış olmasa azraq bir. Asli g'alba sal yanlış almashqandak bir ahvol buldu. Bu vaqtlarga mushu achchig'idan keldi. Ya shu mush achchig'ida silkasa. Endi achchig'ida kelgan bu. Kelsa yumdidkum rabbukum bi 5000 min al-malaika. Demak sizlar taqvodorlik qilsanglar, sabrchanlik ko'rsatsanlar, Alloh taolo sizlarga 5000 kishilik farishtadan hamdan qo'shini yaratishi mumkin deydi. Fi hal ityanihim la yata'akhkharu nuzuluhum an ityanihim. Demak, ahli shunda udul kelsa, uning kirishiga ulgurib, kechikib qolmay 5000 tushishi mumkin. Ya'ni Alloh taolo yu'ajjilu nusratakum ve yuyassiru fathakum in sabartum wattaqaytum. Taqvodorlik ko'rsatib, Rasululloh muholifatchilik qilmay, chidamlik bo'lsanglar, sizlarning nusratinglarni qulaylashtirib, tezlashtirib berdi. Musawwimin bikasril vav Makki va Abu Amr va Asim va Sahl. Musawwimin deb vavni kasr qiraat qilganlar Makki qorilari Abu Amr va Asim va Sahl ekan. Yani muallimin anfusahum, yani o'zlariga bir xil belgi qilib olgan holatda demoqchi ekan. O'zlariga belgi qildi yoki otlarga, otning quyruqiga bir narsa chigib olgan degandek rivoyatlar bor. Bi alamatin yu'rafu biha fil harb. Jangda ayrim tunildigan holatda endi belgi qilindi. Farishtalarning bunda siriq sallisi vatda, otlarning quyruqiga siriqlanti bo'g'ilgan degandek rivoyatlar bor. Va sawmatul alama. Savma degan belgi. Bir hadisda Rasulullohning qishikasam Rasululloh to'giga belgi qo'yatib ekan deb bir ekan yasimun naqa. Mushayatda ma sherik hadisning qilib kuchlilikka chiqtirma nima? Qashadisni. Hadisning ashtaning suvat, suvat bo'ldi. Ha? Bu sayyisil kelgan. Ani Dahhak bu lug'atshunos mufassirlarning bo'lsa muallimina bis-sufil abyad fi nawasid dawab. Atlarninki chekisiga oq unda jungda binasiga qo'ygan yo binasi qistirib qo'yganda bir belgi degan holatda debdi. Musawwimin degan ha va aznabiha yani quyruqlarga. G'ayruhum bi fathil wawi ay muallimin. Boshqa qarilar musawwimin deb qiraat qilgan. Musawwimin yani belgi qilingan holatda. Alloh taolo o'zi belgi qiliqliq yo'llagan gap. Ma mazmun. Agar aytki musawwimin esa farishta o'zgarida belgi qilib olib, unda tushdi degan. Qala kalbi muqatil kalbin demoqchi o'shadi. Yani Muhammad ibn Sa'id ibn Bashir ibn Amr ibn Kalbi deydi. Bu mufassirlar bo'lsa muallimina bi'ama'ima sufrin murkhatin ala aktafihim. Mo'rlarga uchiqamında uchini sangirtib qo'ygan siriq sallalar bilan belgi qilingan holatda debdi. Va kanat amamatu Zubayr yawm Badrin safra. Zubayr ibn al-Awwamninki sallisi Badr g'azotida siriqgan. Fanazalatul malaikatu kadalik. Malaikalar shu rangda, siriq rangda salla yo'ygan holatda tushgan debdi.
قال قتادة نزلت 1000 فصاروا 3000 ثم 5000 başta meni tushgan keyin 3000 bo'lib keyin 5000 bo'ldi ya'ni tadrijiy avdi demakchi yana ba'zilar aytdi farishtalar 8000 ta 3000ga 5000 ni qo'shganligi 8000 xudo masna va to'lat va rabodan buni jupisiga cho'lta ketgandek 9000 so'rmadi 3000 5000 dedi yani oyatda 3000 5000 degan ekan ikkisini qo'shsa boshda 3000 tushgan keyin 5000 tushdi jami 8000 bo'ldi demoqchi ekan lekin qatada meni tushdi undan keyin 3000 oldi undan keyin 5000 oldi demoqchi ekan lekin bu oyatdagi alayya fiyakum yumiddakum rabbukum 3000 degani badrda tushgandan gapida bor yo g'adir mushu nimada dadidi u badrda tushgan o'tdim tushgan desak bir-biriga ya'ni farishtalar necha jangda necha o'rinlarda tushgan bu hozir mu'minlar kofirlar bilan endi urushga vaqt hozir tushunish mumkin Afg'oniston ruslar bilan urushgan chog'da farishtalar tushgan ahvollar ishonchlik rivoyatda kerakli hozir lekin endi mushu oyatga mushu farishtalar tushdi farishtalar mu'minlar bilan birga yon turib buni jang qilib urushganmi yoki bular manda shu yerda birga turishib turib endi sanjatni avtib mu'minlarning yuragini to'mtib manda bir xotirjamlik tasbit qilish uchun bunda tushpaganmi bunda olimlarning ko'z qarashi o'xshash urushdi deganlar yo'q urushmay bunda sanni avtib kofirning ko'zini yemishimi qilib bunda qo'qon qo'sh ko'rinibdi deb sanjatni jiq ko'zdimiz bunda qilgan deydigan qarashim bor tiya xilaf lekin endi sal jalliq ba'zi olimlar tanlagan qarash qilsa badrdilam jang qilgan urushgan keyin anda chiqmagan jang qilmagan lam yuqatilu illa fi badrin chunki endi muhaqqiq olimlarning qarshida taklif degan majbur chorasiz qilishga zidga qo'lga ishlaydi at-taklif yunafil ija chunki bir ishda hech qanday sen bulanmaydigan bulab qolsang u chog'da taklif yo'q osmondan madad kelishi mumkin lekin sen qila oladigan ya'ni uyda yetolmay chiqib jang qilib qiladigan chog'da u farishta tushmay sen urishing kerak shu chog'da shu bir guruh mu'minlar bor shu dunyoda shu zona istaylamdi shu chog'da asosan shu ko'pincha chiqqan chiqqan bular mushu jangda agar yengilib ketib yo qirilib ketgan bo'lsa xuddamda islom nuri o'chib qolibdi degandek bir ahvol demak muhaqqiq olim deydi at-taklif yunafil ilja bunda shu faqat chorasiz qolmish badrdagi mushu mujohidlar agar soni shunda oz qurol yaroqlari shunda kam bunda holatda chorasiz holatda qolgan shu chog'da farishtalar tushib jang qilgan deymiz alloh taolo farishtalarni yaratib jangga qatnashtirish orqali mushu dinni izhor qilishni xohlagan alloh taoloning irodasi ham ustun endi asosda musulmonlar kuchayib qilgan ekan endi farishtalar jang qilmasimi mu'minlar jang qiz bo'lgan chog'dan keyin endi jang bilan da'vat bilan islomni andin izhor qilgan at-taklif yunafil ilja majbur bo'lib qolgandek chorasiz qolgandek hech ishni qilolmaydigan zodi qo'lida hech chora yo'q holat bo'lib qolsa taklif والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك